Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Hammalaringiz sog'lommisizlar? Sog'lik salomatlikda, tinchlik xotirjamlikda mana yana sizlar bilan diydorlashdik. Hozir sizlar bilan birgalikda hot-dog, gamburgerlar uchun bulichkali non tayyorlaymiz. Mana shu usulda qilib ko'rsangiz, albatta keyin doimiy uyda qiladigan bo'lasiz. O'zingiz ko'chadan hot-dog uchun, gamburger uchun hech qachon bulichka sota olmaysiz. Juda ham ishonchli retseptlardan biri. Albatta o'xshab chiqadi hammada. Hozir buning uchun meniki birinchi bo'lib 2 stakan iliq sut solaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ishimizni boshlaymiz. Bismillah. Endi 1 stakan iliq suv solaman, oddiy suv. Bunga endi mana 1 qoshiqcha shakar solaman. 1 qoshiqcha tuz solaman. Va bunga yana 1 qoshiq to'la dro'jja solaman. Endi bunga 1 dona tuxum oqini qo'shamiz, sarig'ini yuziga surish uchun olib qo'yamiz. Endi bularni yaxshilab aralashtirib olaman. Oliy nonli un ishlatamiz azizlarim. Bu hot-doglarning noni uchun, bulichka uchun. Shunda podiyumlari juda ajoyib bo'lib, yaxshi ko'tarib beradi. Ichlari, g'avoklari juda yaxshi chiqadi. Unda albatta ilab solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtacha yumshoqlikda yumshoqqina qilib xamir qo'rib olamiz azizlar. Menda hozir mana shu idishda 1 kilo 100 un bor. Hozir ko'ramiz qanchasi pishganligini. Hamma un har xil bo'ladi azizlarim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana buni uni kam. Mana shu qo'ygan unimizni hammasini sovuraman, elab qo'ydim.
mana shunday yumshoqlikda xamirni qilib oldik. Endi bunga 100 gram sirishniy maslo, ya'ni saryog'imiz solamiz, xona haroratida turgan. Endi buni yaxshilab yedirib olamiz. Mana azizlarim, saryog'ini yaxshigina qamanaka yedirib oldim. Mana yumshoqqina bo'ldi. Endi bu xamirimizni ustini strich qilib xona haroratida 1 soatga tindirib qo'yamiz. Bu yaxshi ko'tarilguncha tinib turadi azizlarim. Mana ustilarini strich qilib qo'ydim. Endi mana shunday oshib chiqqancha 1 soatdan sal ziyodroq vaqt turadi azizlarim. Yaxshi ko'tarilib olsin. Yaxshi ko'tarilsa, hotdoglarimizni nonlari juda ham chiroyli chiqadi. Yaxshi oshib chiqadi. Xamirimiz ham oshib chiqdi. Endi hozir buni zo'rg'a bo'lib olamiz. Qo'limizga ozgina yog' tiydirib mana endi zivalalarga bo'lib olamiz hozir. Katta kichikligi o'zingizni xohishingiz. Mana shunday qilib hozir hammasini teng qilib bo'lib olaman. Manaki azizlarim, mana shunday zo'la qilib olamiz hammasini. Katta kichikligi albatta o'zingizni xohishingizga qarab. Hozir menda 3, 6, 9, 11 ta chiqdi azizlar. 11 ta. Bo'lishga chiqdi. Bu katta bo'ladi. Hozir men qilayotganim katta chiqadi. Mana ro'zaning azizlarim, bugun 25-kuni. Allohimga behisob shukr. Yana 5 kuni qoldi. Ro'zani ham tugatdik deyarli.
Oy bilan kun judayam tez o'tyapti azizlarim. Menga shunaqa tuyulyapti, sizlarga bilmadim. Mana kechagina boshlagandik ro'zani. Mana endi hozir tugatish arafasidamiz. Mana shunday holatda 5 minut dam oladi. Ustini strech qilib qo'yaman hozir. Keyin bularni ozgina yasaymiz. Yasab ko'rsataman yana. Mana endi zivolalarni hozir birinchi bo'lib hot-dognikini qilaman. Mana shunday qilib joy yordamida ozroqgina yoyib olamiz va mana bunday qilib o'raymiz. Mana ko'rinyaptimi azizlar? Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Buni endi mana shunday pishiriq qog'ozi qo'yilgan listga mana shunday qilib qo'yib chiqamiz. Hozir hammasini mana shunday qilib olaman. Mana oxirini mana shunday chimchib nima qilib chiqamiz. Ochilib ketmasligi uchun. O'sha tomonini takka qo'yamiz keyin. Mana azizlarim 6 tasini hot-dogga non qildim. Mana endi bunisini 5 tasini gamburger uchun non qilamiz. Mana bunagi zivolamizni salgina yasab olaman. Ko'p yasamaysiz, salgina ustidan bosib qo'yasiz. Endi boyagi bir dona tuxumimizni sarig'i mana bir qoshiqcha tuz solganman. Mana shuni aralashtirib hozir bularni ustiga surtaman. Aytgandek, bu nimalarimiz, bo'lchkalarimiz yana bir 10 minut turadi. Keyin tuxum sarig'ini suraman-da, ustidan kunjut sepaman. Hozir buni ustiga strech yopib, bir 10 minutgina oshiramiz yana. Mana kezlar yaxshigina oshib chiqdi. Endi buni ustiga tuxum sarig'i bilan sutli aralashmamizni surtib, ustiga xohishga qarab kunjut sepamiz. Xudo xohlasa
judayam ajoyib chiqadi. Mana hammasini ustiga surib oldim. Endi bunga kunjut sepaman. Albatta kunjut xohishga qarab. Hot-dognikiga oq kunjut sepaman azizlarim. Gamburgerni bulichkasiga qorasidan sepaman. Mana gamburgernikiga qora kunjut sepaman. Endi buni 200 gradusga duxovkaga 20 daqiqaga qo'yamiz. Mana endi buni 200 gradusga duxovkaga qo'yaman. Bunisi pishib chiqqancha mana bunisi oshib turadi. Bir xayolda pishadi azizlarim. Mana duxovkada ko'tarilib pishyapti azizlarim. Hozir pishgan jarayonni ham ko'rsataman. Mana azizlarim, bulichkalarimizdan pishib chiqdi. Mana judayam ajoyib chiqdi. Mana orqa oldilari, yumshoqliklari. Albatta mana shunday usulda uy sharoitida sizlar ham qilib ko'ringizlar. Judayam ishonchli retseptlardan. Albatta sizlarniki ham o'xshab chiqadi, xudo xohlasa. Mana. Endi bundan bemalol hot-doglar tayyorlasangiz bo'ladi. Hot-dogim tayyorlab ko'rsataman. Uni ham alohida video qilib. Judayam yumshoqqina. Bundan manaki gamburgerlar qilsangiz bo'ladi. Non kaboblar qilsangiz bo'ladi. Judayam ajoyib chiqadi. Xohlagan nimangizga qilsangiz bo'ladi manaki. Mana shunday usulda albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar. Manaki bunisi ham pishib chiqdi. Mana. Issiq. Judayam issiq. Xuddi manaki mana shunday bo'lib, manaki chiqdi. Mana orqalari. Issiq azizlarim bu. Manaki judayam ajoyib bo'lib chiqadi. Albatta mana shunday usulda sizlar ham qilib ko'ringizlar, tayyorlab ko'ringizlar. Sizlarga ham o'xshab chiqadi, xudo xohlasa. Qarang qanaqa yengil. Judayam zo'r. Orasini kesib ko'rsataman hozir. Mana. Oralari.
Mana azizlarim, oralarim judayam ajoyib bo'lib chiqadi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar azizlarim. Mana shunday bo'lichkali nonlarni sizlarda ham albatta o'xshab chiqadi. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Albatta ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Sizlar bilan yana sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda diydorlashaylik azizlarim. Videolarim yoqayotgan bo'lsa albatta kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z izohingizni qoldirasiga umiddaman azizlarim. Ketgan vaqtlaringizga albatta rozi bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda diydorlashaylik.